Bir akaxon sirkka ishga kiraman deb kelibdi. Sirk direktorining oldiga kirdi. O'rtoq direktor, meni sirkka ishga olmasangiz bo'lmaydi. Nimaga endi siz sirkka ishga olishimiz kerak? Siz nima biron bir nomer bilasizmi? Qanaqa hech kim qila olmaydigan bir odamlarni hayron qoldiradigan darajada bir nomer ko'rsata olasizmi? Nima uchun olishimiz kerak? Ha, men ko'rsata olaman. Men qiladigan nomerni butun mana shu dunyoda, planetada hech kim qila olmaydi. Faqat bitta men qila olaman. Lekin bu nomer juda qimmat turadi. $500,000 turadi. $500,000 mana bersangiz, mana ishga olsangiz, men o'sha nomerni sizga ko'rsataman. Hamma odam sizga butun dunyodan yog' olib keladi. Mana shu nomerni ko'rish uchun. Siz sirk direktori, rostmi? Lekin, qanaqa nomer ekan u? Qani, aytingchi, nima qila olasiz? Men shuni sirkki eng tepasiga chiqaman. Pastga bitta butilkani qo'yib qo'yaman. Shisha butilka. Pivanikimi qo'yib qo'yaman. Qopqog'ini ochib qo'yaman. O'sha tepadan sakrab kalla tashab, mana shu butilkaning ichiga kirib ketaman. Qandoq? Siz sirk direktori. Yo'q, rostmi? Lekin bu umuman bo'lmaydigan ish-ku. Siz kimni aldamoqchisiz? Bu umuman qila olmaysiz. Qila olmaysiz desa, "Yo'q, akajon, qila olaman. Buni lekin sekreti bor. Qarang. Bu sekretni men faqat sizga aytaman. Hech kimga aytmayman." Kelishdikmi? Bo'ldi, ayting qani. Qanaqa sekret ekan? Sekretini aytsangiz, bo'ldi, sizni ishga olamiz. Qarang, men butilka pastda turibdi, shisha butilka, qopqog'i ochilgan. Men tepadaman. Tepadan pastga kalla tashab, shu tushayotgan paytimda hech kim ko'rmay qoladi. Men ko'ylagim ichiga bekitib olgan varonkamni shunday olib, shuni butilkaga qo'yib qo'yaman. Shuni qo'yib, varonkani qo'yib kirib ketaman ichiga. Tugash. Tuga?